Hammaga salom. Siz Muhit Liva kanalidasiz. Bugun biz sizlarga dramatik triller Oxirgi kannibal olami film haqida aytib beramiz. Film dunyodagi kannibal qabilasiga qolgan bir guruh odamlarning yovvoyi kurashi haqida hikoya qiladi. Ular mujohidlik qilish uchun sovg'a sinovlardan o'tishga to'g'ri keldi. Bu yillarning taqdiri qanday kechdi? Buni filmni oxirigacha ko'rib bilamiz. Do'stlar, agar filmimizni ko'rmagan holda sizlardan shunchaki like bosishingizni so'rab qolamiz. Sizlar uchun shunchaki ekranga bosinglar, lekin agar